Yaxshi kelib oldingizmi? Uchrashuvlar yaxshi o'tdimi? Ha, yaxshi. Yaponlar ham juda mehmondo'st xalq ekan. Yo'q, Rosa mehmon qilishdi. O'zing yaxshi o'tiribsanmi? Rahmat, o'tiribman. O'g'ling ko'rinmaydi? O'qishga hujjat topshirishga ketdi. Oling. Men nima degandim unga? Men ham aytdim, lekin o'qiyman deb turib oldi. Tuzukroq joyga topshirmoqchimish qilib, sharmanda bo'lmaymizmi? Bilmasam endi dadasi. Nega bilmaysan? Bilasiz-ku, o'g'lingiz o'zingizga o'xshagan qaysar. Hech ham menga o'xshamaydi. Menga o'xshaganda aytganimni qilib, yonimda tadbirkor bo'lib yurgan bo'lardi. Shu, meni aralashtirmanglar. Ota bola bir kelishib olinglar. Seni qulog'ing tinch bo'lsa bo'ldi. Qo'ysangchi shunaqa gaplarni. Meni buyurtmalarimni olib kelganmisiz? O'shandan gapiring. Men ham qulog'im tinch bo'lishini istayman. Olib keldim. Qani? Tepada, sumkada. Hozir olib kelaman. Shuncha uzoqqa ham qo'yasan mashinani. Odamlarga xalaqit bermay dedim-da. Senga ham hayronman-da. Shunday zo'r mashinang bor. Odamlarga ko'z-ko'z qilib, o'qishni oldigacha minib kelmaysanmi? Bunday narsalarga qiziqmayman. Bekor qilasan. Seni o'rningda bo'lganimda mazza qilib yurardim. O'qish uchun joy kuydirmasdim. Shuning uchun ham meni o'rnimda emassan. Ha, mayli. Shu yerni bitirib, rostdan ham o'qituvchi bo'lmoqchimisan? Ha, nima qilibdi? Qo'ysang-chi oshna. Undan ko'ra dadangga aytsang, bitta firmasini beradi. Istamasam-chi? Unda rostdan ham ahmoq ekansan. Jasur, baxt pulda emas. O'zing yoqtirgan ishni qilishdi. Obbo, Instagramdagi gaplarni yodlab olganmisan? Ular quruq gaplar. Puling bo'lmasa hech kimsan. Puling bo'lsa istagan ishingni qilaverasan. Xullas, sen tushunmaysan. Men Wilson qonuni bo'yicha ish tutaman. Nima ekan o'sha qonun? Boy bo'lsang ham yalangoyoqlardek yashama. Agar bilim va intellekt birinchi o'ringa qo'yilsa, pul o'zi kelaveradi. O'zing o'ylab topdingmi? Aytdim-ku Wilson deb. Bunda sen ham, o'sha Wilson ham ahmoq ekansizlar. Ikkalangiz shunday yashayveringlar. Qanday yashaydi u allaqachon o'lib ketgan-ku? O'lib ketgan? Mana ko'rdingmi? Sen ham bir kun o'lib ketasan. Hamma narsang muhayyo. Nimani o'ylaysan o'zi? Haligi multikda aytadi-ku. Akuna Matara. Ya'ni hech narsani o'ylamasdan yashash kerak. O'sha gapni kim aytgandi? To'ng'iz? Biz odamlarimiz. O'ylamasang aqlni nima keragi bor? O'ylamaslik uchun ham aql kerak-da. Men hozir hech narsani o'ylamasdan seni mashinangga o'tirib mazza qilmoqchiman. Ketdik. Bog'da bulbul sayraydi, chaman ichra. Bugun nimadir yeymizmi, onasi? Siz oshni sog'ingansiz deb osh qilyapman-da, dadasi. Ha. Sen bilasan nima pishirishni? Yaponlarning ovqatini uncha xushlamadim. Osh baribir oshda, dadasi. Iya. Voy, Assalomu alaykum dada. Yaxshimisiz? Assalom. ota o'g'il keldi. O'g'lim. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingmi? Qaraysan. Rahmat.
Sog'inib ketdim-ku. O'zi 5 kunga ketdingiz-ku, dada. Shu 5 kun 5 yilda o'tdi o'g'lim. Hmm. Buni hali tushunmaysan. Vaqt kelib tushunib olasan. Negadir u yoqda vaqt juda ham sekin o'tarkan. Yo, menga shunday tuyuldimi? Bu yoqda texnologiyalar zo'r bo'lsa kerakdir, dada. Nimasini aytasan? Lekin baribir o'zimizga yetmaydi. Bizda o'g'lim tabiiylik bor. Ha. Ishingiz bitdimi, dada? Ha, bitti. Endi hamkorlikda korxona ochamiz. Yana ishmi? Tushunmagan narsangga aralashma sen. Zo'r-ku, tabriklayman. Seni tabriklayman, bolam. Meni? Ha, seni. Axir bu korxonani sen boshqarasan. O'qishchi. Qo'ysang-chi, qanaqa o'qish? Men senga hech bir odam o'qib erisha olmagan narsani beryapman. Bu katta imkoniyat. Yaxshi, lekin men buni istamayman. Nega istamaysan? Shunday istamayman. Bugun o'qishga topshirdim. Sen bola qiziq ekansan-ku. Asabiylashmang dadasi, asabiylashmang. Shunchaki o'zim istagan ishni qilmoqchiman. Xo'sh. Nima ish ekan o'sha? Pedagogikaga topshirdim. O'qituvchi bo'lmoqchiman. Sen bola esingni yeganmisan? Buni nimasi yomon? Sen butun umr 5-6 ta bolaga dars berib o'tmoqchimisan? Bugun borman, ertaga yo'qman. Meni ham bog'lab berib qo'ygani yo'q. Ilm berish yaxshi-ku, dada. Ko'p gapirma. Hech qanday o'qish yo'q. Ertadan yonimga ishga chiqasan. Istamayman. Men sendan istaysanmi deb so'ramadim. Umid. Bolam. Dadasi. Jim bo'l. Hammasiga aslida sen aybdorsan. Men nima qildim? Sen chalg'ima. Dadang bir kun tushunadi. Agar maqsading jiddiy bo'lsa albatta. Shubha qilyapsizmi? Senga ishonaman. Dadam aytganini qiladigan odam. Bu yaxshi. Sen uni o'g'lisan, demak sen ham maqsadingga erishasan. Bilmasam, boshim qotib qolgan. Shunday o'tiraversang, imtihonda qovun tushirasan. Kuchli bo'l. Harakat qilaman. Mayli. Ertaga gaplashamiz. Rahmat. Keling, oyi. Ovqat yeysanmi, bolam? Qornim to'q. Dadangdan xafa bo'lmagin, bolam. Ular ham seni o'ylab gapiryaptilar. Tushunishni istamayaptilar, oyi. Meni pul, hashamat, o'yin-kulgilar qiziqtirmaydi. Shukr qil, bolam. Bunday kunlarga zorlar qancha. Oyi, men o'quvchilarga bilim berishni xohlayman. Hammani ham o'zi istagandek yashashga haqqi bor. Mayli, bolam. Niyatlaringga yetgin, ilohim. Agar chin dildan istasang, yo'lingni hech kim to'solmaydi. Rahmat, oyi. Bolam, qorning och. Chiqib ovqatlanib olgin. Xo'p. Yur. Xo'sh, qanday o'tdi? Yaxshi, o'zimga ishonaman. Savollar murakkab bo'lsa-da, o'qiganim yordam berdi. Menga esa baribir. Kiramanmi, kirmaymanmi? O'sha. Unday dema. O'qishga kirish baribir yaxshi-da. Hayot boshqacha bo'ladi. Menimcha, pul topadigan ish topish kerak.
O'qish bu vaqt ketkazish. Pul o'z-o'zidan ham kelmaydi. Bilim kerak. Sen hamma narsani kitoblardan qidirasan. Hayot esa boshqacha. Kitob hayotning eng toza oynasi. Hamma javob unda. Men kitobsiz yashay olmasam kerak. Xo'p, mayli. Lekin dadang eshitsa, yana urush bo'ladi-ku. Bilaman. Lekin orzularimdan qaytmayman. Qarorim qat'iy. Agar orzularim uchun kurashmasam, kim bo'laman? Ha, sen o'zgachasan oshna. Mutlaqo boshqacha. Menga hayotiy tajriba kerak. Balki sen ham bir kun kelib orzu qilishni o'rganarsan. Bo'lishi mumkin. Ketdik. Men o'zim hayot maktabidan o'tganman. O'z biznesimni bir chaqasiz boshlaganman. Endi o'g'limga tayyor taxtni beryapman. U esa rad etyapti. Qanday ahmoqlik bu? Aka, tinchlikmi, nima bo'ldi? Tinchlik. Ishdan ko'nglingiz to'lmayaptimi? Yo'q. Ishda hammasi joyida. Umid haqida o'ylayapman. Nima bo'ldi, aka? U o'qituvchi bo'laman deyapti. Unga tayyor biznesni, tayyor kadrni, bozorni beryapman. U rad etdi. Balki aka Umid o'zini yoqtirgan ishini qilishni xohlayotgandir. Bu zamonda yoqtirgan ishini qilish uchun ham pul kerak. Pul bo'lmasa na orzu, na ish bor. Gapingiz to'g'ri-ku, lekin ilm ham kerak, aka. Ilm? Men universitetda o'qimaganman. Men kitobdan emas, hayotdan o'rganganman. Ammo kitobdan chiqqan odamlar meni qo'limda ishlaydi. Aka, yoningizda yurgan odam ko'p narsani sizdan o'rganadi. Men ham institutni tugatganman. Ammo sizni yoningizdaman. Ha? Men ham shuni aytaman-da. Yonimda yursa ko'p narsani o'rganadi. Odam bo'ladi. O'qishga kirsa, men uni yo'qotaman. Bolalik qilyapsan, o'g'lim. O'zingni aqlli deb o'ylayapsan. Men ham shunday bo'lganman. Lekin hayot hammasini ko'rsatadi. Ota haq bo'ladi. Alo, ha, Salima, yaxshimisan? Uydagilar tinchmi? Yaxshimi? Yaxshi opajon. Pochcham safardan qaytdi deb eshitdim. Ishlari yaxshimi? Ha, yaxshi. Keldilar. Ishlari yaxshi. Umidjon yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi yuribdi u ham. Maktabni bitirdi. Qaysi o'qishga topshirdi? O'zi o'qishni istayaptimi? Umidku o'qishni istayapti, lekin pochchang qarshi bo'layaptilar. Yana o'sha masala. Jiddiy gaplashishdimi? Voy, gaplashdimas, urishishdi. Umidni bilasan-ku, o'jarligini. O'zini gapida turib olgan. Pochchang bo'lsa, ularni ham bilasan, tabiatlari qanaqaligini. O'zini so'zida turib olib, qaytmaydigan odam. O'g'il bola bo'lsa ham xohishini qilish kerak-da. Bo'lmasa umr bo'yi ichida armon bo'lib qoladi. O'zim ham shuni aytayapman. Shunaqa fikrdaman. Ammo dadasi buni kelajagini o'ylayapman deb turib olganlar. Pul, ish, firma. Umid esa baxt pulda emas deydi. Siz o'rtada qolibsiz-da, opajon. Nimasini aytasan?
Voy, xudo xolasa, nasib qilsa hammasi yaxshi bo'lib ketar. Hammasini vaqt hal qiladi. Mayli, ko'ramiz. Mayli, yaxshi qoling opajon. Ko'rishguncha. Voy, bolam, keldingmi? Oyi, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalay o'tdi? Yaxshi o'tdi. Imtihonda savollar oson bo'ldi. Menimcha kiraman. Rostdanmi? Xudo xolasa yaxshi xabar eshitarmiz, a? Ishonchim komil. Lekin bilasizmi, oyi, Hm? dadam eshitsa bilmayman nima derkinlar. Dadang hozir boshqacha o'ylayaptilar, bolam. Lekin men ishonaman. Bir kuni albatta tushunadilar seni. O'zim ham umid qilaman. Bu yo'l meniki. Pul yoki obro' uchun emas. Chin dildan istaganim uchun shu kasbni tanlaganman. Mayli, bolam. Faqat kuchli bo'lgin, xo'pmi? Yo'lingda to'siqlar ko'p bo'ladi. Chanqab ketgandirsan, a? Qara, sen uchun choy damlab qo'yganman. Men tayyorman, oyi. Qani qo'lingni yuvib kelgin, birga ovqatlanamiz. Imtihondan keyin qorning och qolib ketgandi. Ichimsizda, oyi. Qornim juda och. Hozir yunib kelaman. Xo'p, tezroq bo'l. Voy. Hammasi joyida. Faqat imzolash qoldi. Shundan keyin ishni boshlasak bo'ladi. Bo'ldi aka. Xudo xohlasa tajribani siz yoningizda qiladi. Choydan oling. Endi hammayam tayyor biznesga ega bo'la olmaydi. Shuni aytaman-da. Bu umid imkoniyatni tushunish kerak. Men yillarimni sarflab topgan narsamni unga tayyor holda beryapman. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. O'zi ham keldi. Kel o'g'lim, o'tir. Mana bu hujjatlar. Sen bitta joyga imzo qo'yishing kerak. Shu bilan ertaga yangi binoda ish boshlaysan. Sen meni o'ng qo'limsan axir. Dada, men o'qishga kirdim. Nima deding? O'qishga kirdim. Shu sabab bu taklifingizni qabul qila olmayman. Nimalar deyotganingni tushunyapsanmi? Men senga zo'r kelajak tayyorlab qo'ydim. Bu hujjatlar oddiy qog'ozlar emas. Bu seni kelajaging. Meni kelajagim o'zimni qo'limda bo'lishi kerak. Men o'qituvchi bo'laman dedim. Bu qarorim qat'iy. O'qituvchi? Sen sinfda butun umr dars o'tib, mayda maoshni tanlayapsanmi? Bu ahmoqlik. Siz ahmoqlik deysiz. Qodir akam tentaklik deydi. Yana kimdir jinnilik deydi. Lekin men uchun bu orzu. Hamma narsa maydadan boshlanadi. Ilm olish ham, berish ham. Siz ham mayda ishlardan boshlagansiz-ku, shunday emasmi? Men ham insonlarga bilim berib, mayda ishdan boshlamoqchiman. Bu men uchun mas'uliyat. Mas'uliyat? Pul bo'lmasa, o'sha mas'uliyating qorningni to'yg'izadimi? Hayot bu raqamlar, foyda, zarar. Hayot bu odamlar, dada. Men pulga qarab yashamayman. Mayli unda. Lekin men yordam bermayman.
mendan bir tiyin olmay yurib ko'rchi. O'shanda ko'rasan. O'sha hayot senga vafo qilarmikin? Balki hayot menga vafo qilmas. Lekin men o'zim bo'lib qolaman. Aka, balkim bu narsani keyin tushunar. Men uni o'zimdek bo'lishini istayman. Alo. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom Umidjon. Xushxabarni eshitdim. Tabriklayman. O'qishga kiribsan. Juda xursand bo'ldim. Rahmat ustoz. Faqat Nima bo'ldi? Ovozingga qaraganda kayfiyating yo'q. dadam bilan urushib qoldik. U meni yonida ishlashimni xohlaydi. Hamma hujjatlarni tayyorlab qo'ygan ekan. Men imzo qo'ymadim. Shuning uchun jahling chiqdi. Ha, o'qisang o'zing o'qi dedi. Menga yordam bermayman dedi. Men esa o'qituvchi bo'lishni xohlayman. Go'yoki menga pul va ish muhimdek. Bu oson yo'l emas, lekin to'g'ri yo'l. Ba'zan eng yaqin odaming ham seni tushunmasligi mumkin. Bilaman, ammo juda og'ir bo'ldi. Umid, hozir yonimga kel, gaplashamiz. Balki ko'ngling yozilar. Xo'p, ustoz. Hozir boraman. Dadasi. Shu ishni bekor qildingiz. Bolani kayfiyatini ham buzdingiz. Men nima qilishni yaxshi bilaman. Hamma narsani qo'limga olmasam, bu bola hayotini barbod qiladi. Uni hayotini siz barbod qilyapsiz. Siz o'ylagandek, hayot faqat pul bilan o'lchanmaydi. Pul bo'lmasa, hayot ham bo'lmaydi. Men yillarimni shunga sarfladim. Nima? Kam bo'ldikmi? U esa hammasidan voz kechib, 5-6 bolaga dars berishni tanlayapti. Bu ahmoqlik. Siz unga ishonmaysiz. Muammo shunda. U o'z yo'lini topishi kerak. Topishi uchun unga otasini ishonchi kerak. Agar uni shunaqa majburlashda davom etadigan bo'lsangiz, na o'qishi bo'ladi, na ishi bo'ladi. Nahotki shuni tushunmasangiz, bularni hammasini tushunish uchun bolaga vaqt kerak. Men uni vaqtinchalik jahl deb bilaman. 1-2 kun o'tib o'zi qaytib keladi. 1-2 kunda emas, dadasi. Balki farzandimiz hech qachon qaytib kelmas. Siz ota sifatida uni ko'ksidan itarib bizdan uzoqlashtiryapsiz xolos. Men uni haydamadim. Uni to'g'ri yo'lga boshlayapman. Siz shunaqa deb o'ylayapsiz. Uni butun umrga yo'qotishingiz mumkinligini hech qachon tushunmaysiz shekilli. Yo'qotmayman. Bir kun kelib o'zi albatta tushunadi. Agar uni yo'qotishni xohlamasangiz, uni o'rniga o'zingizni qo'yib, xohishlarini, orzularini o'ylab ko'ring. Iltimos sizdan. imtihon natijalarini eshitdim. Tabriklayman Umid. Sen bunga loyiqsan.
Rahmat ustoz. Lekin uyda bu yangilikka faqat men xursand bo'ldim. Otang bilan o'rtalaringda qandaydir gap bo'ldimi? Gap emas, urush bo'ldi. U hamon yonida bo'lishimni, ishini davom ettirishimni istayapti. O'qishimga qarshi. Men seni tushunaman. Ammo har bir katta qaror qarshiliklarga duch keladi, Umid. Ustoz. Otam meni istaklarimni ahmoqlik deb hisoblaydi. O'qituvchi bo'lishni orzu qilganim uchun meni masxara qiladi. Bu ahmoqlik emas. Bu sening yo'ling. Agar yuraging shuni tanlagan bo'lsa, shu yo'ldan bor. Hech kimga qarama. Lekin u meni otam. Otang seni yaxshi ko'radi. Faqat seni hozir tushunmayapti. Bir kun keladi, natijani ko'rganda juda xursand bo'ladi. Shunda u ham faxrlanadi. Menimcha, men bu yo'ldan qaytmayman. Shunday bo'lish kerak. Men seni yoningdaman. Agar yordam kerak bo'lsa ayt. Doimo birgamiz. Umid, meni o'qish tashiyman. Nima? Jiddiy gapiryapsanmi? Ha, menga bu joy yoqmadi. Qolaversa dadam ishga chaqiryaptilar. Pul ishlab kelajagimni qurishim kerak. Lekin sen mehnat qilding. Imtihonlardan yaxshi o'tding. Endi hammasini tashlaysanmi? Pul bo'lmasa, bu o'qish bilan qornim to'ymaydi. Men sen emasman. Sen uyga qaytmay ham o'zingni eplab yuribsan. Men esa bunday qila olmayman. Hop shunday ekan. Nega birovning o'rnini band qilib o'qishga kirding? Seni o'rningga boshqa birov kirganda mazza qilib o'qirdi, keyin odamlarga foydasi tegardi. Aslida ko'p joylarda kimnidir joyida kimdir yuribdi. Bunda hech kimga foyda yo'q. Balki shundaydir. Balki emas, aniq shunday. Lekin bu yer meni kelajagim. Balkim shundaydir. Men charchadim. Ertaga ishga chiqaman. Orqaga qaytish oson. Yana boshidan boshlash juda qiyin. Do'stligimiz qoladi, to'g'rimi? Albatta. Buyurtma olsam bo'ladimi? Yo'q. O'zingni oynada ko'rdingmi? Dadang senga taxt berayotgandi. Sen bo'lsa, bu yerda xizmatkor bo'lib yuribsan. Sizga o'xshabmi? Kimnidir buyruqlarini bajarib yuradigan yugurdakmi? Yugurdak. Sen hozir nima ish qilyapsan? Sen ham shu ishni qilmayapsanmi? Farqimiz siz boshqa, men boshqa maqsadda. Men dadangni 10 yildan beri yonidaman. Dadangdan ko'p narsani o'rgandi, odam bo'ldi. Men odam bo'lishni boshqa yo'lini tanladim. Agar ulardan bir foyda bo'lmaganda, siz bir daqiqa ham ularning oldida qolmagan bo'lardingiz. Bu esa sizni tanlovingiz. Bu meni tanlovim. Yo'ling seni qayerga olib boradi? Ko'ramiz hali. Dadang seni hali ham kutyapti. Kech bo'lmasidan bu ishni tark et. Men tanlovimga buyurtma berib bo'lganman. Siz taomga buyurtma bering. Meni buyurtmamni dadang beradi.
Aka, bugun kafeda Umidni ko'rdim. Qaysi kafeda? Shu shahar markazidagi bir kafeda. Ofitsiant bo'lib ishlab yuribdi. Hamma narsani tashlab ofitsiant bo'lib yuribdimi? Shuni orzu qilgan ekanmi? Ishiga sodiq ko'rinadi. Sodiqmi yo ahmoqmi? Bu ish unga to'g'ri kelmaydi. Qodir, Labay. o'sha kafeni egasini top. Nima qilamiz? Sotib olamiz. O'g'lim ofitsiantlik qilmaydi. Agar ishlamoqchi bo'lsa, o'ziga yarashadigan joyda ishlaydi. Ofitsiantlik qilmaydi. Aka, yana u bu deb gap talashsa-chi? U buni bilmasin. Boshqaruvchilar, xodimlar o'zgarmaydi. Aytganingizdek qilaman. Dadasi yaxshi o'tiribsizmi? Ha. Yaxshi. Qachongacha shunday davom etadi? Nima demoqchisan? O'g'lingiz haqida gapiryapman. 5 oydan beri uyga qadam bosgani yo'q. Siz esa biron marta ham qo'ng'iroq qilmadingiz. O'zi biladi. Men uni ogohlantirdim. O'zi shu yo'lni tanladi. Siz uni tanlashga majbur qildingiz. Menga aql o'rgatma. Men ota sifatida eng to'g'ri yo'lni aytdim. Yonimda bo'lsa hammasi yaxshi bo'lardi. Ba'zan ota sifatida eng to'g'ri yo'l farzandini tushunishga urinish bo'ladi. Siz bo'lsa uni yo'qotib qo'yapsiz. Hayronman, nega kafe rahbari menga qo'ng'iroq qilyapti? Alo, eshitaman, gapiravering. Alo, Alo. Umid. Senga yaxshi yangiliklarım bor. İşlerin juda yaxshi ketmoqda. Biz seni oyligini oshirishga qaror qildik. Eshityapsanmi? Rostdanmi? Bu juda ajoyib yangilik. Rahmat sizga. Ha. Sen haqiqatdan ham ko'p mehnat qilyapsan. Endi esa senga yangi mas'uliyat yuklaymiz. Rasmiy ravishda menejer bo'lasan. Menejer? Bu katta ishonch. Sen bunga arzisan. Vazifani to'liq bajaraman, albatta. Ishonamiz. Alloh harakatlarni ko'rib turibdi. Umid, shu yo'lda davom etgin. Rahmat, rahmat. Bu menga kuch-quvvat beradi. Barchasi yaxshilikka inshaalloh. Shunday. Bo'pti, ishxonada ko'rishamiz. Ha? Bu yaxshi. Lekin baribir shartnoma puliga yetmaydi. Yana ishlashim kerak. Ha, yana qo'shimcha ishlayman. Hammasi yaxshi bo'ladi.
Haqiqatdan ham bu yo'l qiyin ekan. Lekin men hech qachon ortga chekinmayman. So'z beraman. O'z maqsadimga albatta erishaman. Qayt, bolam. Qayt. Umid. Nega unday qilyapsan, bola? Men seni sog'inganman. Nahotki sen meni sog'inmading, bola? Meni bunday qiynama, bola. Sensiz uyimiz huvillab qoldi. Sendan boshqa kimim bor? Unday qilma, bola. Umid, bola. Qayt, bola. Qayt. Barakalla. Umid, Ustoz, oling. seni ko'rganimdan xursandman. O'quv markazining ishlari yaxshi bo'lyaptimi? Ha, ustoz, yaxshi. Men ham sizni ko'rganimdan xursandman. Sizni yordamingiz bo'lmasa, bu kunlar bo'lmasdi. Albatta, sen juda ko'p ishlading. Hozir nechta o'quvching bor? Hozir 100 ga yaqin. Ulardan 90 tasi o'qishga kirgan. Ha, ajoyib. Bu juda zo'r natija. Qattiq mehnat qilgansan, Umid. Ha, shunaqa. Hamma birga harakat qildi. Barakalla. Uzr, ustoz. Javob berishim kerak. Bemalol, bemalol. Oyi, men ham sizlarni juda sog'indim. Lekin dadam meni hali qabul qilmaydi. Albatta, oyi. Hamma narsa o'z vaqtida bo'ladi. Sabr qilgin. Rahmat, ustoz. Lekin men dadamni kechira olmayman. Bekor qilasan, Umid. Sen bir narsani bilishing kerak. Bilasanmi? O'g'limni oldiga olib ketayotganingni bilaman.
Lekin yuragimda hayajon bor. U meni qabul qilarmikin? Xudo xohlasa qabul qiladi aka. Bu yil ko'p o'yladim. Meni qattiqqo'lligim unga zarar keltirdimi deb. Lekin bilasan-ku, uni yaxshi ko'raman. Ishonaman aka, u ham sizni yaxshi ko'radi. Umid qilamanki, bu safar hammasi yaxshi bo'ladi. Bu safar orqaga qaytmaymiz. Ha. Xudo xohlasa sizni qabul qiladi aka. Umid, bilasanmi? Men senga buni oldin aytmagandim. O'quv markazini aslida otang sen uchun ochgan. Menga aytmasligimni tayinlagan edi. Nima? Dada ham? Axir biz 3 yildan beri gaplashmaymiz. Ha. U seni qiynalmasligingni xohlagan edi. Kafeni ham otang sen uchun sotib olgan. Sen ishlagan joying bejizga yordam bermagan. Hammasini dadang rejalashtirgan. O'g'lim, yoningda bo'lmasa ham senga yordam berib kelgan. Men buni bilmagandim. Har kuni dadam mendan voz kechgan deb o'ylardim. Ba'zan odam sevgisini so'z bilan emas, ish bilan ko'rsatadi, o'g'lim. Ustoz, men hoziroq dadamning oldiga boraman. Eshityapsizmi, ustoz? Men uyga borishim kerak. Men ketdim. Dada? Dada. Kechiring. Siz doim yordam berganingizni bilmagan ekanman. Men seni hech qachon unutmagandim, bolam. Faqat vaqt kelishini kutdim. Dada, men sizni juda sog'indim. Har kuni sog'indim. Oyimni ham sog'indim. Dada, Biz ham sog'indik, bolam. ustoz, hammangizga rahmat.